Chelak shahri markazida qurilishi yakuniga yetmagan 7 sotixlik hovli sotuvga qo'yildi azizlar. Bu safargi videomiz shu haqida bo'ladi. Ushbu hovli manzili Chelak shahri Qumchiq mahallasida Temur Hojibonu somsaxonasidan 200 metr pastga tushganda o'ng tomonda joylashgan. Ushbu hovlimiz boya aytib o'tib ketganimiz kabi 7 sotixdan iborat. Bu yerda 3 ta xona va oshxonaga imorat ko'tarilgan, tomlari yopilmagan. Kelajakda yana 3 ta 4 ta xona qurish uchun fundamentlar tashlab ketilgan. Ko'rib turganingiz yana 2 ta xonaning fundamenti bo'lib, bir xonaning osti bo'yiga 8 metr, eniga 3,5 metr, balandligi esa 3 metrni tashkil qiladigan podval qoldirilgan. Bu yerda qishki va yozgi sanuzellar qurib qo'yilgan, ularga har biriga alohida yamalar tayyor qilib qo'yilgan. Ushbu hovli qurilishida uy egalari juda ham mustahkam qurilish mollarini ishlatishgan, ikki etaj qilish maqsadida regellarni betonlardan, ko'p armaturalardan qurishgan. Uy egalari qurilishni davom ettirishingiz uchun 30 mingta pishig'ish ham qo'shib berishadi. Ko'rib o'tgan ushbu hovlimizda hujjatlarda hech qanday kamchiligi yo'q, hammasi joy-joyida taxlab qo'yishgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 70 ming dollar kami bor kelishtirib beramiz deb aytib o'tyapti uy egalari. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga qo'ng'iroq qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib, bemalol savdolashlaringiz mumkin azizlar. Bu videoni maksimal barcha Chelak shahri markazidan hovli sotib olaman degan tanishlaringizga borib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.